25 ming so'mdan yeydigan qo'y jaz shashligimiz o'zimiz uyda tayyorlasak qanchaga tushadi? 130 ming so'mdan 450 ming so'mlik qo'y soni sotib oldik va suyaklardan ajratib paylarini olib tashladik. Suyak va paylar 600 gram chiqdi. Go'shtlarni paylardan tozalaganimizdan so'ng 300 gram qiymali go'shtlar qoldi. Endi bizda 2 kg 200 toza lahm go'sht va 400 gram yog'imiz qoldi. Lahm go'shtlarimizni va yog'larimizni kubik shaklida to'g'rab olamiz. Shashlikka solingan ziravorlar grammini kommentariyadan topishingiz mumkin. Banirovkaga tuz, zira va kashni churug'i, 400 gram gazli suv, 400 gram qalin qilib to'ralgan piyoz, ozgina maydalanmagan murch, 400 gram o'zidan chiqqan dumbani solib, suvlarini shimguncha tinmasdan aralashtiramiz va bir kun manirovkada turdi. Bir six shashlik 12 ming so'mga aylandi. Umumiy 36 dona shashlik chiqdi.